namozni tark etgan zot, agar kimdir sendan ahvoling qanday deb so'rasa, iltimos yolg'on gapirma va unga men yaxshiman deb aytma. Undan o'zga iloh yo'q bo'lgan Alloh nomiga qasamki, namoz o'qimasang sen yaxshi ahvolda emassan. Qanday qilib yaxshi bo'lasan? Namozni to'kis ado qil deb senga nido qilayotgan Robbingning amriga itoat qilmasang, qanday qilib yaxshi bo'lasan? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amrlariga zid bo'lsang, qanday qilib yaxshi bo'lishing mumkin? Namozlarda barqaror bo'lmasang, qanday qilib yaxshi bo'lishing mumkin? Allohning huzurida turishing qiyin bo'lsa, Allohga qasamki, agar namoz o'qimayotgan bo'lsang, sening ahvoling yaxshi emas. Agar yaxshiligini istasang, agar yaxshi bo'lishni istasang, bundan buyon borib o'lishingdan oldin namozlaringni ado qil. Allohim musulmon yoshlarini va qizlarini hidoyat qilgin. Ularni diningga va namozga qaytargin.